Patsientim onalar bugun juda ham o'rinli savol berdilar. O'g'illarni urug'ini soni juda ham kam, 8 yildan beri farzandlari yo'q. Savol beryaptilar, o'g'limni urug'ini soni kam. Agar eko qilsa ham natijasi qanaqa bo'ladi? Natija ola olamizmi deb bugun maslahat olgani kelgan ekanlar. Ular o'tirib gaplashib, maslahatlashdik. Agar eringizni urug'ini soni kam bo'lsa, 1 million bo'lsa, undan ham kam bo'lsa, ekoda XC qilinadi. XCda har doim yaxshi natija olishingiz uchun klinika laboratoriyasi yaxshi bo'lishi kerak va yuqori tajribaga ega bo'lgan embriolog bo'lish kerak. Chunki mana shu embriolog sizni kam urug'ingizdan yaxshi spermatozoid tanlab, tuxum hujayralari bilan urchitib, sifatli embrion qilib berishga yordam beradi. Va yana bitta narsani esingizdan chiqarmang, ekoda zo'r natija olish uchun har doim ayol kishining yoshiga juda ham katta qaraladi va tuxumdonlar sifatiga ham qaraladi. 60-70% ekoning natijasi har doim embriologga bog'liq bo'ladi.